qarang aka, boshiga 10 ming dollar bersa beraverasiz o'shanda. Xonsaroydan, Okean loyihasidan kadastrlari tayyor 37 kvadratli новостройка kvartirada kelib naqdga olaman desanglar 40 ming dollar, 37 kvadratli kadastrlar tayyor. Agar muddatli to'lovga olaman desanglar 5 yilgacha berar ekanlar. Xullas uni o'zlari bilan kelishib olsanglar bo'ladi. Ko'rib turganingizdek 15 qavatli новостройка domimizni kadastrlari tayyor. Bizaniki mana shu B blok bo'ladi, 6-qavatda joylashgan 37 kvadrat. Undan tashqari kattagina balkonlari ham bor. Videoni oxirigacha ko'ring, hamma ma'lumotni ichkaridan berib o'taman. Naryo taraf pajarniy xud bo'lsa, bitta, ikkita liftlari gap yo'q, lekin bizani xonadon mana bo'ladi. Перегородкаlarni urib tayyor qilib qo'yishganda, sanuzeli, razdelniy, bunisi hammom bo'lsa, qorong'unaqa zo'r ko'rinmayapti. Yonida hojatxonasi, mana oshxonasi bo'ladi. Hamma sho'chiklarni olib kirib qo'yishgan. Kadastrda 37 kvadrat, undan tashqari 11 kvadrat mana shunaqa kattagina balkoni bor. Oshxonadan ham chiqsa bo'ladi, mana xonadan ham chiqsa bo'ladi. Buni bitta spalniy qilib qo'ysanglar, yosh oilaga zo'r. Lokatsiyasi qiziq bo'lsa, Yunusobodda shundan narigi betida yo'l yuzida Xonsaroy Okean loyihasi, metrogacha 200 metr. Agar boshiga 10 ming dollar berib, qolganini 5 yilda bo'lib to'layman desanglar, qarang, yiliga 25% dan xonadon egalari hisoblab beramiz deyishdi. Baribir ipoteka banki ham 30-35 gacha hisoblayotgan ekan. Xullas, to'liq ma'lumotni olamansiz, pastda telefon nomerlar bo'ladi. Bizani yo'qotib qo'ymaslik uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar, videoga ham like bosishni unutmanglar.